Diqqat aholiga shoshilinch xabar. Toshkentdan Moskvaga uchgan samolyot dronlar hujumi sabab manzilga bora olmadi. Barchani Alloh asrasin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostida like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, Toshkentdan Moskvaga parvozni amalga oshirayotgan US-1871 reysi 28-may kuni dronlarning hujumi tufayli Qozog'istonga qo'ndi. Yo'lovchilar 4 soat davomida ularni samolyotdan chiqarishmaganligini aytishmoqda. Bu haqida yo'lovchilarning murojaatiga tayanib, Ostroilish Novosti Telegram kanali xabar bermoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, Moskvadagi aeroportlar yopilganligi sababli tungi soat 03:00 da Toshkentdan havoga ko'tarilgan samolyot Qozonga yo'naltirilgan. Soat 04:55 dan beri yo'lovchilar samolyotda qolmoqda. Ularga na Moskvaga parvoz haqida ma'lumot berilgan, samolyotdan chiqishiga ruxsat etilgan, deyiladi ma'lumotda.